Assalomu alaykum. Mana Qo'shrabot tumani ahli, hurmatli mehmonlar. Mana shu bugun maizchilik sayli ekan Qo'shrabot tumanida. Shu jumladan o'zimni dehqonchiligim bilan meni ham taklif qildi. Men o'zimni oilamdagi dehqonchilikni qilgan mahsulotlarimni mana ko'rgazmaga olib chiqdim. Mana endi uzumlarda aytadigan bo'lsak, mana bu damisk palichka, oq navi, mana bu damisk palichka, qora navi, mana Rizamat ota o'zimizni Rizamat ota juda hosildor, xalqimizga yedirimli, juda yaxshi meva. Xo'sh, mana ketman sopi navli, mana ko'ring, ketman sopi navli Husayna. Bu ham yaxshi. Xo'sh, mana eng oz trendga chiqqan uzumlarimizdan mana marhamat avatar uzumi. Bir donasi 7 santimetrgacha uzun. Lalimikor yerlarimizga mos, bemalol bo'ladi, mayiz ham bo'ladi. Bu ichida donagi yo'q, no. Xo'sh, yana Mercedes novi bor bu yerda. Mercedes novi bor. Juda xalqimiz sevib iste'mol qiladigan marhamat mana Mercedes novi. Mana bu novi ham bor. Irik. Xo'sh, endi o'zimizda asli bu yerda gigant novi bor, gigant Sog'diyona novi. Mana tepada ham joylashgan. Juda uzumi ham sara, ichida donaksiz, mevalari, uzumlari juda xardorgir. Mana mayizini qarang, mayizi ham marhamat, mayizi e'tibor qiling. Mana mayizi ham juda irik, sara holatda. Xo'sh, o'zimizda Qo'shrabot tumanidan Og'dimcha qora kishmish novli, mana mesni o'zimizda donaksiz mayizimiz. Buni 1 kilosi 100 minggacha ketyapti. Bu Sog'diyona gigant novi 1 kilosi 400 minggacha ketyapti shu bugungi narxda. Juda xardorgir eksport bo'lib. Endi mana mevalar, olma, nok, xullas kalon asosiy buni men hozir ko'rgazmaga chiqqanim, o'zimda dehqonchiligimdan 1 million tagacha ko'chat yetishtiraman Oqmashit mahallasida, Jo'shda. Marhamat, kim qiziqsa, xohlagan navidan yetarli ko'chatlarimiz bor. Rahmat, mana shu rahbariyat o'zimizni xalqimizni yig'ib, mevalarni, ko'chatlarni ko'rgazmaga chiqargani uchun hokimboga rahmat, rahbariyat mana o'zimizni mahallakom rahmat, shu tashkillashtirgani uchun marhamat. Shu bizda shu ko'chatlar bor, bemalol murojaat qilsangiz